Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazabloy setimizdan video joylayapmiz. Gazabloy kanalimizga. Mana Gazabloy urush holati. Gazabloy reska qo'yib, razmerga olib, 20 ga 30-60 bo'lgan holatda tayyorlanyapti. Gazabloylarimizni kesilishdan oldingi holati. Akalar gazabloylarimizni Yasin 550 markadagi sementlarda quyayotganmiz. Kim gazabloy kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Qurilish qilayotganlar. Gazabloylarimizda har xil razmerlari bor. Biz mana qo'limda metr bilan Xudo xohlasa razmerlarga qo'yib ko'rsatib beramiz. Bu gazabloylarimiz Namangan viloyati Toshbuloq tumaniga ketyapti. Toshbuloq tumaniga ketyapti. Bu 20 ga 30 bo'lgan 5 ning razmerdagi gazabloy. 20 ga 30 razmerdagi gazabloylarimiz. Hop, bu yerda enani 24 qilib balandlik qo'yib berganimiz ham bor. 24 ga 30 60 razmerdagi gazabloylarimiz bor. 24 ga 30 60. Bu yerda bo'lsa 10 ga 30 60. Har xil o'lchamdagi gazabloylarimiz bor. 20 ga 30 60, 10 ga 30 60, 12 ga 30 60, 15 ga 30 60, 24 ga 30 60. Hop, 30 ga 30 60 o'lchamdagi gazabloylarimizni zakazlarga tayyorlab beramiz. 20 ga 30 60 bo'lgan o'lchamdagi gazabloyga hop, nalichida bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Gazabloy kerak bo'ladigan bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.